bankning mijozlari 18-aprel sanasida murojaatlarni eshitish kuni bo'lganligi sababli sinashlarni jamlaganmiz. Nima savollar bo'lsa, bitta turib, kredit yuzasidan boshqa sabablar bo'yicha murojaatlar bo'lsa, bitta tekshirishlarimiz mumkin. Bitta turib bemalol yuraverasiz savollar bo'lsa. Siz nima bizni tanishtirib, qaysi mahalladan? Ismim Yusupova Zebo. Tosh tumani, Tosh mahallasida. Yusupova Yusupova Zebo. Jumabozor mahallasida. Yusupova Zebo, ha? Nima sekretarimiz? Cho'ramo'lar. Cho'ramo'lar, ha? Sharoitlar qanday uyda bormi, molxona? Ha, hamma sharoit bor. Uyga kim shug'ullanmoqchi? O'zimiz. Qancha so'm bo'lmoqchisiz? 12 million. Tegishli hujjatlarni topshirganmisiz? Ha, topshirdim. Bo'ldi, hujjatlarni olib, Andradir degan kredit taqdim markazimiz bor, shunga tashlab, ijobiy xulosa qilishga, berishga harakat qilamiz. Yana kim bor? Mana boyni Nazarka. Arabbo'yi? Ha, Nazarka. Qarshi tumani mahallasidan. Arabbo'yi Nazarka. Nima yo'l sekretarimiz? Chorvachilik. Chorvachilik. Summa qanchalik? 50 million. Banklarga uchrashdingizmi? Tegishli hujjatlar taqdim etilganmi? Chorvachilik majlis. Boqilgan uyga shug'ullanuvchilar bor, ha? Molxona bor. Buni dokumentlar berilgan bo'lsa, tashlab ko'ramizda, iloji boricha ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. O'zlari telefon qilishadi. Jarayonga to'xtasa yo bo'lmasa. Kim bor? Abdulla Banosku. Mana Ashirova mahallasidan. Ashirova mahalla? Ha. Ism familiyasi kimda? Abdulla Banosku. Cho'ramo'lar kredit olmoqchilar. Sizga ham chorvami? Hamma chorva bo'lib degan bizga boshqa yo'nalishlar ham bor. Ayollar uchun tikuvchilik, xonadondan daromad olishga parrandachilik, asalarichilik. Agar shunaqa yo'nalishga qiziqish yo takliflar bo'lsa, bemalol shu yo'nalishlarga o'saylar bo'ladi. Faqat chorvachilik emas. Boshqa yo'nalishlarimiz ham bor. Sizga ham chorva summasi qanchadir? 300 million. Tegishli hujjatlarni topshirdingizmi? Mahalla banklar agentlari bilan aloqada o'tdingiz. Bo'ldi, sizga ham dokumentlarni olishgan bo'lsa, o'z boricha ijobiy hal qilishga harakat qilamiz.